Isro va Miroj voqealari haqida gapirilganda, albatta bir ayolning ham nomi tilga olinadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Miroj kechasi uning uyida mehmon bo'lgan edilar va u Rasulullohdan Miroj voqeasini xabar bergan roviylardandir. Bugun muqaddas oyning 27-kuni, Ramazonning so'nggi kunlari. Siz qadrdonlar bilan qariyb bir oydan buyon Ramazon kemasida, tarix ummonining ayollar sarxatida sayr qilyapmiz. Manzilimiz ham yaqin qoldi. Keling bugun tarixi kam zikr qilinadigan yana bir ayol haqida so'z yuritamiz. Fahita bint Abu Talib yoki Ummu Xoni radhiyallohu anha. Bu ayol kim? Rasululloh bu ayol haqida: "Ey Ummu Xoni, sen himoya qilganingni biz ham himoya qilamiz. Sen omonlik berganingga biz ham omonlik beramiz" deb aytganlar. Rasulullohning amakisi Abu Talibning Fahita ismli qizi bo'lib, Hazrati Alining opalari. Ismi qandayligi haqida turlicha fikrlar bor. Hind, Atiqa yoki Fatima deguvchilar ham bo'lgan. Lekin eng mashhur bo'lgan ismi Fahitadir. Rasulullohdan bir necha yosh kichik, go'zal axloq sohibasi, ya'ni Rasulullohning amakisining qizi. Rasululloh alayhissalom onalari Ominaning vafotidan so'ng uylangunga qadar Abu Talibning uyida yashadi. Bu yillar davomida o'zini Abu Talib oilasining bir a'zosidek ko'rar, aslo yolg'izlikni his etmasdi. U paytda Fahita kichkina bir qiz edi. Rasululloh uni o'z singlisidek yaxshi ko'rardi. Fahita ham payg'ambar alayhissalomni amakisining o'g'li bo'lsa ham o'z tug'ishgan akasidek yaxshi ko'rardi. Muhammad alayhissalomga juda mehribon edi. Hubayra ibn Vahb Mahzum o'g'illarining eng ko'zga ko'ringan kishilaridan, qavmi ichida mavqei ulug' bo'lib, so'zini o'tkaza oladigan odamlardan. U Fahitaning qo'lini so'rab kelganida Abu Talib rozilik bildirdi. Fahita undan ikrom va ehtirom ko'rdi. Uning himoyasida baxtiyor hayot kechirdi. Oradan kunlar ketidan oylar o'tdi. Rasulullohga payg'ambarlik nozil qilindi. Oila ahlini, qarindoshlarini, qavmlarini islomga da'vat qildi. Bir qismi ishondi va to'g'ri yo'lni topdi. Bir qismi ishonmay kofir bo'ldi. Hubayra adashganlar orasida edi. Bu adashganlar iymon keltirmaygina qolmay, zulm va jafo bilan yangi dinning yoyilishiga to'sqinlik qilardilar. Ammo Hubayra Rasululloh bilan o'rtalaridagi qarindoshlikka rioya qilib, Rasululloh shaxsiyatini taqdirlar, hurmat ko'rsatardi, dinga qarshilik qilmasdi. Fahita ham dastlab eriga ergashib islomga kirmadi. Bir kuni Rasululloh alayhissalom Fahita uyida mehmon bo'lib qoldi. Fahita va kuyovi Hubayra payg'ambar alayhissalomni yaxshi mehmon qildilar. Bu kecha Alloh payg'ambarimizga eng buyuk ehson va ikromlar bergan xayrli, uzun bir kecha edi. Ummu Xoni radhiyallohu anha bu kecha haqida shunday hikoya qiladi. Isro voqeasi Rasululloh mening uyimda mehmon bo'lib qolganlarida bo'ldi. Bu kechada Allohning rasuli xufton namozini o'qib uxladilar. Kuyovim va bolalarim bilan biz ham uxlagan edik. Erta bilan Rasululloh bizni uyg'otdilar va: "Ey Ummu Xoni, ko'rganingdek xufton namozini shu yerda o'qidim. Hozir ham sizlarning yoningizda bomdod namozini ado qildim", deya Isro va Miroj haqida aytdi. Shunda men: "Ey Allohning payg'ambari, buni odamlarga aytmang, sizni yolg'onchiga va jinniga chiqarib aziyat berishadi" dedim. "Allohga qasamki, bu voqeani ularga aytaman" dedilar. Shunda men bir habash joriyamga Rasulullohning orqalaridan bor, odamlarga nima haqida gapirganlarini va ularning javoblarini eshit dedim. Rasululloh bizning oldimizdan chiqib, boshqa kishilarga ham bizga aytgan gaplarini aytdi. Ko'pchilik o'zini yo'qotib qo'ydi va "Buni qanday isbotlaysan ey Muhammad? Biz bunday narsa haqida hech eshitmaganmiz" deya Rasulullohni masxaralashdi. Isro va Miroj voqeasi qanday isbotlangani barchangizga ma'lum. Fahita Ummu Xoni mana shu voqeani batafsil zikr qilganlarning biri bo'ldi. Keyinchalik musulmonlar Madinaga hijrat qilganlarida Fahita eri va bolalari bilan Makka da qoldi. Rasulullohning erishgan zafarlari haqida esa behad quvonardi. Fahita musulmonlar Makka ga kiradigan buyuk zafar kunini intizorlik bilan kutardi. Chunki u muslima bo'lib ulgurgandi. Rasululloh alayhissalom Makka ga kirdilar. Barcha butlarni sindirdilar. Bilol roziyallohu anhuning ovozi tavhid, takbir va shahodatlar bilan janangladi. Bu ovozlarni eshitgan Ummu Xonining eri Hubayra orqa oldiga qaramay Makkadan qochdi. U Allohning diniga kirishni istamadi. Rasulullohning zafarlarini ko'rishni ham xohlamadi. Hubayra Ummu Xonini ham o'zi bilan ketishga da'vat qildi. Ammo Ummu Xoni buni qabul qilmadi. Chunki u aytganimizdek bu paytda Allohning diniga kirgan, muslima bo'lgan edi. Xoris ibn Hishom Makka fath etilgan kuni qoni halol qilingan kishilardan biri. Xoris Ummu Xonining Rasululloh oldida mavqeini bilgani uchun himoya qilishini so'rab uning uyiga bordi.
Buni ko'rgan Ali ibn Abi Talib Horisni o'ldirish uchun izma-iz keldi. Shunda Ummuxoni: "Ey onamning o'g'li, men unga omonlik berdim", deya uni himoyasiga olganini bildirdi. Ali ibn Abi Talib esa bu gaplarga quloq solmay qilichini sug'urdi. Shunda Ummuxoni shart turib uning qo'llaridan tutdi. "Alloh xayringni bersin, o'ldirma. Men unga omonlik berdim", dedi Alining opasi. Ali roziyallohu anhu undan qutulishga harakat qildi, ammo oyoqlarini yerdan ko'tara olmadi. Shu payt Rasululloh kirib qoldi. Ummuxoni: "Ya Rasululloh, men Horis ibn Hishomni himoyamga oldim. Ukam Ali esa uni o'ldirmoqchi. Nimaga buyurasiz?" dedi. Rasululloh shunda: "Sen himoya etganingni biz ham himoya etamiz. Sen omonlik berganingga biz ham omonlik beramiz. Ammo Alining jahlini chiqarma, u qizishsa Allohning g'azabi keladi. Uni qo'yib yubor", deb buyurdi. Shundan so'ng Ummuxoni Alini qo'yib yubordi. Rasululloh alayhissalom hazillashib: "Ya Ali, bir ayol sendan g'olib keldi-ya", dedi. Shunda Ali: "Allohga qasamki, oyoqlarimni yerdan ko'tara olmadim, o'zim ham tushunmadim", dedi. Qahramonlarning qahramoni, dovyuraklar dovyuragi Ali ibn Abi Talibning kuchi opasiga yetmadi. Shundan bilingki, Fahita ham kuchli va quvvatli ayol edi. Ummuxoni eridan ayrilgandan so'ng butunlay farzandlarining tarbiyasi bilan band bo'ldi. Farzandlarining qalbiga fazilat urug'larini ekdi. Islom va iymon bilan ularni o'stirdi. Farzandlarining bari olim, fozil kishilar bo'lib yetishdilar. Ba'zi farzandlari Ummuxonidan hadis rivoyat qilishdi. Ummuxoni roziyallohu anha ukasi Hazrati Alining xalifalik davrigacha yashadi. Hijratning 40-yilida vafot etdi. Vafoti yaqinlashganida: "Ya Alloh, men Rasululloh bilan birga bo'lgan shirin kunlarimni sog'indim. Rasulullohni sog'indim. Meni ular bilan qaytadan ko'rishdir", deya olamdan o'tdi. Abu Talibning qizi, Alining opasi, Rasulullohning qarindoshi Fahita Ummuxoni roziyallohu anha